Oshiq yigit. Nima gap? Muammo bor, Suyun. Ha bu yangilik mas'ul. Nozimaga yordamim kerak. Ana. Eng yaqin do'stingiz kelyapti. O'sha yordam beradi. Nima gap? Tinchmisan? Ha? Nima bunaqa o'tiribsizlar? Menga bitta qog'oz kerak. Hojatgami? Ozgina jiddiyroq bo'lgan. Qarochi Nozimani buvisi uydan haydayotganmish. Bu o'g'limniki deb. Lekin otasini vasiyati bor ekan. O'lsam shu oilamga, xotinimga, qizimga degan. Qarochi buvisi shu anoni bekitib yuribdi vasiyatni. Xo'p, qayerda ekan u vasiyat? Buvisinikida. Yo, seryoz, qayerda ekan? Ha, seryozni aytaman, buvisiniki ekan vasiyat. Ha, shunaqa deyapsanmi? Bu vasiyat уже yo'q bo'lib ketgandir. Bilaman, lekin oxirgi yo'limiz shu-da. Shu vasiyatni topishimiz kerak. Endi nima qilamiz? Amallasa bo'ladi. Ha? Xolajon keling, yordam bering. Ha, xolam o'zim. Kim u? Buvisi. Turchi? Qatga qo'yaylik, xola buni. Chakka qo'y. Mana. Voy rahmat bolam. Ah, xola, bu yoqlarni o'tlar o'sib ketibdi-yu. Nimasini aytasan bolam? Jamshidjonga necha marta aytdim. O'zini u yoqqa soldi, bu yoqqa soldi, mana yotibdi hali ham. Ah, xohlasangiz o't yuradiganlar bor xola. Kim? Biz? Mana biz turibmiz. Ha, bizda. Badan tarbiya bo'lardi bizga. Ha. Bolam, sizlarni ovora etib qo'yaman. Nima Ey, savol? bugun bekor degan. Ha, bugun bekormiz. Voy qandoq bo'lar ekan. Voy bolalarim. Bo'lmasa men sizlarga kerakli narsalarni olib chiqib beray. Ha, bo'ldi. Nima kerak bo'lsa. Ey Botir. Sen endi mendan qarssan. Vasiyatni olsam, xohlagan narsani olib beraman. Kirishga kirdik. Endi nima qilamiz? Vaziyatni kutamiz endi. Hay bolalarim. Sizlar ishlab turinglar, shunda do'konga chiqib pomidor olib keling. Pomidor qolmay qolibdi, aylanay bolam. Bemalol xola boravering, o'zimiz qilib tashlaymiz hozir hammasini. Darrov kelaman hozir. Oho, ertalabdan cho'milib chiqqanmisan deyman. Hamma ishlaring o'xshayapti. Qarilaring. Shoh san shotda bo'lib tur. Sen darvozaga qarab tur, Suyun. Men uyda ko'rib chiqaman. Hop. Hay bolalarim. Sizlar ishlab turinglar, shunda do'konga chiqib pomidor olib keling. Pomidor qolmay qolibdi, aylanay bolam. Bemalol xola boravering, o'zimiz qilib tashlaymiz hozir hammasini. Darrov kelaman hozir. Qarilaring. Shoh san shotda bo'lib tur. Sen darvozaga qarab tur, Suyun. Men uyda ko'rib chiqaman. Hop. Çıkıp bitti kız. Kızı şoşup kolunu kotarır. Botir. Voy o'lsin. Pulim qolib ketibdi bolalarim. Sal qoldi-ya. Xola, o'tlan yarmini yurib qo'ydik. Qolgan yarmini endi vaqtimiz bo'lgan kun qilamiz. Voy aylanib ketay bolam. Charchab qolmadinglarmi? Yo'q. Baraka topinglar, rahmat. Ovqatim tayyor, yeb ketinglar. Bo'ldi, Yo'q, xola, bizdan ozgina ishimiz bor edi. Voy bolam. Qilaylikmi? O'sha ishni ovqatlangandan keyin Rahmat bolam. Kelamiz yana. Rahmat, joninglar sog' bo'lsin. Rahmat. qanaqa qilib ololmaslik mumkin? Qanaqa qilib ololmaslik mumkin? Bo'ldi deydi. Shuncha tushuntirdik, Suyun. Qanaqa qilib ololmaslik mumkin? Qanaqa qilib ololmaslik mumkin? Bo'ldi deydi. Shuncha tushuntirdik, Suyun. Botiram nima qilsin? Men ham xolani ko'rib qo'rqib ketdim. Sanchisan? Sen xolaga qarashing kerak emasmidi? Bo'ldi. Ertaga ish qolganini qilamiz.
Xola yana chiqib ketadi. Sen vasiyatni olasan, ketamiz, bo'ldi. Bo'lmaydi. Nimaga? Nozimaga buvisi aytganmish, ertaga chiqib ketmasalar hamma narsani o'zim ko'chib olib chiqotaman deganmish. Ulgurmay qolishimiz mumkin. Bunaqa riskovat qilban bo'lmaydi. Bugun xola baxtimizga chiqib ketdilar. Ertaga chiqib ketmasa nima bo'ladi? Kasha bo'ladi. To'g'ri. Nima qilamiz bolalar? Menda bitta ideya bor. Nima? Soat nechi? 12. Yurlaringda. Nimaga? Ey, yurlaring. Yoqmayapti-da. Yurchi, nimadir boshlaydi yana. Qaralaring. Men bilan sanchkari kiramiz. Xoliga qarab turasan. Suyunsan shu yerda qarab tur. Bola problema bor. Nima? Oyoq kiyimim 2 xil bo'pti. Hozir qilmam. Maska ham taqib ol. Qisqin. Rekord qilmay tur. Qarab tur bitta. Dokument yo'q. Turib qoladi. Nima qilayman? Ketdi. Vasiyat oldinglar? Yo'q. O'sha kuni o'shda shu vasiyat qat'iy qoldi. Ha, bir ilojini qilamiz, bu. Qilib bo'lmaydi-da, shoh, qilib bo'lmaydi. Dokument yo'q. Turib qoladi. Ketdi. Vasiyat oldinglar? Yo'q. O'sha kuni o'shda shu vasiyat qat'iy qoldi. Ha, bir nima qilamiz? Qila olmaymiz-da, shoh. Boshqa yo'li yo'q. Oxirgisi shu vasiyatida. Bolla, menda bitta yaxshi, bitta yomon xabar bor. Prikol bo'lsa hozir shart emas. Yaxshi shuki, vasiyat menda. Ay, yomoni bo'lsa, uni tualetdan topdim. Mujik. Qo'limdan o'p. Nima o'paman? Bu o'psinki. O'pmasga. Bu qog'ozni yarmi qani? Ha, tualetda faqat shu qog'oz qolibdi-da. Ha, yozilganlarga tegmadim lekin, bundoq pastdan oldim. Birinchi marta prikoling yo'qdi. Mujik. Men Noziga telefon qilib suyunchisini olay, ha? Hozir. Tualetdan chiqdingmi? Allo, Qalaysan? bo'ladi. Senga bitta yaxshi xabarim bor. Nima? Vasiyat menda. Rostdan aytyapsizmi? Aldamayapsizmi? Ha, hozir qo'limda o'qib turibman mana. Qachon oldingizmi? Endi yog'ini qo'yaver. Muhimi vasiyat menda. Endi hech qayerga ketmaysizlar. Hech qayerga qo'yib yubormaysan. Balki bugun aytarsan, yaxshi ko'rasan meni. Ha. Novdalarman besabunchalar, tongda aytdi hayot otini yor, 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 yoring mana. Botir! Botir! To'g'ri. Tinchlikmi? Eshitdingmi? Nimani? Nozima Toshkentga ketayotgan ekan. Nima? Botir! Botir! To'g'ri. Tinchlikmi? Eshitdingmi?
Nimani? Nozima Toshkentga ketayotgan ekan. Nima? Yur uyga. Yugur buloqqa. از برگ گل کاغذ سازم نامه شیری میپردازم می‌نویسم از عشقم رازم ای نوگل من Siyon. Eng sevishini aytgandi degan. Alo. Endi hammasini hal qilgandim ha. Baribir foydasi yo'q. Ertalab buvim militsiyalar bilan kelib shallaqlik qilib hamma narsamiz bilan ko'chaga haydadilar. Hozir biz Toshkentga tog'amkiga keldik. Baribir buvim yutib chiqdilar. Vasiyat nima bo'ladi? Endi uni keragi ham yo'q. Chunki buvim hammasini hal qilib bo'ldilar. Hamayla o'zingni ehtiyot qil. Oshiq yigit. Ketdik. Qatga? Toshkentga. Nima bor Toshkentda? Vasiyat tezroq sudga yetkazaylik. Adam kutib qoldilar. Hal qilsa bo'larmikan? Nima bo'lmaydi, o'tir ketdi.